Assalomu alaykum. Xorazmlik YouTube kanalimizda obunachilar. Aziz do'stlar, biz bugun sizlarga 580 milliona 85 metr kvadratda joylashgan 3 xonali polli pat qulish bo'lgan kvartiramizni ko'rsatib tanishtiracakmiz. Ko'rib turganlaringizdek 4 etajli domni 4-etajında bilasizlar, gumbazli dom. Qaranglar. Gumbazli dom deb aytadilar. Pastida yana do'konlar, har xil turdagi mashinalardan qo'yaverasizlar. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz Aliyoptim desa biladi, Aliyoptimni domi yan tomondan girasizlar. Qaranglar, rais internetda urgan Shavot yo'li, Poskayi, Texla tamom bo'lgandan ish ko'chadan girib kelaverasizlar. Polli, xudo xolasa, shu yerda bizning shu domimiz yo'lning ustida. Suv gaz suyetlerden muammo yo'q, pishgan karushlardan qurilgan, arka taraflarında bog'chalar bor, yo'lning ustida arka taraflarında yana maktablar bor, aziz do'stlar. Bir zo'r lokatsiyada joylashgan, qaranglar. Ekranda mulkiy egasi nomerini qo'yamiz, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Endi sizlar bilan ichki qismidan ko'rib tanishib chiqamiz. Kanalimizda toza bo'lsangizlar, kanalimizga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'ying aziz do'stlar. Hamma vaqt sizlar uchun xudo xolasa zo'r sifatli uylarni ko'rsatib tanishtiramiz. Yetti kelsa ichandan ko'ramiz. Uyni ichki qismidan sizlarga ko'rsatamiz. Uyimizni ko'rib turibsizlar, uyimiz yorug' o'tiribdi. Hozir birinchi chetdan tanishtiramiz. Giraverish eshiklarimiz shunday damli eshiklardan qo'yilgan, ajoyib o'rnagan. Kirgandan chap tarafimizda do'stlar katta zalga ega bo'ladi. Qaranglar, polni pat qulish xudo xolasa. Pardalari, g'ollari tayyor. Aboylarni alohida e'tibor berasizlar. Patologlarimizni ko'rib turganlaringizdek gipsokardon, natijnoylari qo'yilgan, chiroyli bo'lib turibdi do'stlar. Endi beda izzati yeyib yashaydigandan kelib turibdi. Shuning uchun aziz do'stlar, olaman desangizlar, ekranda mulkiy egasi nomerini qo'yamiz. Berimizda bir spalni tushgan ekan. Qaranglar. Bir ajoyib patologgacha mebellarni, shkaflarni qo'yibdilar ekan. Spalni hamma o'zlari joyida, televizor joylari ham tayyor. Aboylardan chiqib tayyor bo'lib turibdi. Tak, keyingi qaranglar, planirovkasini bir tushuntirib beramiz. O'zi aslında menimcha bir bekli bo'lib, birimiz kuxnya bo'lgan alohida, variant taraf polni bekli bo'lib, yanimiz katta bir spalni bo'lgan ekan. Lekin aziz do'stlar, dolan niyat qo'yibdilar ekan. Qaranglar, kuxni mebellarimiz shura tushib turibdi. Polni hamma o'zlari joyida, xolodilniklari, umonlik joylari, ko'rib turganlaringizdek gaz plita, duh konturli kotyollarimiz bor. Suv gaz suyetdan muammo yo'q aziz do'stlar. Stabilizator orqali hamma o'zlari joyida. Uyimizning 2 dona balkoni bor. Ko'rib turganlaringizdek beda birsi, keyingisi beda. Qaranglar, G shaklindagi dolonat qo'yibdilar ekan. Shunda televizorlarni osib, konteyner hamma o'zlari bor. Bedayiz do'stlar, ikkinchi balkonimiz, xudo xolasa, qaranglar. Bir zo'r ajoyib bo'lib turibdi. Aboylarga alohida e'tibor berasizlar. Keyin bu yoqda yana bir xonamiz. Diski spalni qo'yibdilar ekan aziz do'stlar. Yo'q, menga kattaroq spalni kerak desangizlar, menimcha to'g'ri beklab berasizlar. O'zini oynalari bo'ladi. Shuning uchun ko'raverasizlar. Bu yerda do'stlar, shkaflarni polni balandachat qo'yibdilar ekan. Hamma vaji shora sig'ib turadi. Mana keyin bu yerda sanuzelimiz. Katta sanuzel tushgan ekan aziz do'stlar, qaranglar. Hamma o'zlari joyida. Mana qaranglar, akkuratni sushilka, kir mashin hamma o'zlari tayyor. To'g'ri olib turib ijaraga berib bersangizlar ham bo'ladi ekan. Biz ana bu xonadonimizni ekranda mulkiy egasi nomerini qo'yamiz, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Xudo xolasa, qaranglar. Bir zo'r. Umumiy maydoni 85 metr kvadratda joylashgan bizning bu 3 xonali kvartiramiz. Ekranda mulkiy egasi nomeri turadi. 4 etajli domni 4-etajında xudo xolasa 85 kvadratli bizning 3 xonali kvartiramiz sotuvda. Esa bemalol telefonlashib, savdolashib olaverasizlar.